PUBG Mobile tarafidan talabalar uchun juda ham zo'r imkoniyat. Men hozirgi paytda Andijon shahrida aylangan holatda atigi bitta talaba topa oldim, ya'ni PUBG o'ynaydigan. Bu talaba bilan bizlar hozirgi paytda to'liqli tanishib olamiz. Mening ismim Bekzod, men Andijon shahridanman. Qaysi oliygohda o'qiysiz? Andijon mashinasozlik institutida. Biz hozirgi paytda talabalarga juda ham zo'r imkoniyatlar yaratib beryapmiz. PUBG Airdrop akademiyasining keyingi bosqichiga start berilgan. Bu bosqichda 16 yoshdan yuqori bo'lgan talabalar barchasi ishtirok etishi mumkin. Ha, albatta bu narsa biz uchun juda qiziq. Bu narsadan ro'yxatdan o'tish uchun barcha talabalar nima qilishi kerak? Shu formula bor, shu formulani 1 minut ichida to'ldirib qo'ysangiz bo'ladi. Bu formulani qayerdan topaman deydigan talabalarga esa iminda mana shu videoyimni yoki storiyamda qoldirib ketaman yoki meni shaxsiy bo'lgan Telegram kanalimda barcha talabalar olib o'sha joydan ro'yxatdan o'tishi mumkin. Siz yoki sizga o'xshagan talabalar barchasi qatnashsa yoki shu talabalar esa meni chaqirsa, albatta men ham borib turib shularga yordam bergan holatda ishtirok etamiz. Bo'ldi, men sizni tushundim. Albatta ro'yxatdan o'tamiz. Barcha talabalar bu narsadan ro'yxatdan o'tgan holatda o'zingizning universitetingizni tanishishingiz mumkin albatta. Shoshilib qoling.